Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 2026-yil 1-iyuldan boshlab har bir buzoq uchun 700 ming so'm miqdorida subsidiya ajratiladi. Hozirgi videomizda shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Agar siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Har bir nasldor buzoq uchun 1-iyuldan 700 ming so'mdan subsidiya beriladi. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan 2030-yilgacha aholi xonadonlarida identifikatsiya qilingan sigirlardan olingan har bir nasldor buzoq uchun subsidiya ajratiladi. Bu haqda Prezidentning chorvachilik tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha qarorida belgilandi. Hujjatga ko'ra, sun'iy urug'lantirish orqali olingan buzoq uchun 500 ming so'm, embrion ko'chirib o'tkazish orqali olinganda esa agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan davlat byudjeti hisobidan 700 ming so'm to'lanadi. 2026-yil 1-iyuldan boshlab 2029-yil 1-yanvargacha xorijdan nasldor qoramol, qo'y va echkilarni O'zbekiston hududiga olib kirish qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba daryo.uz sayti.